Instagramda trend bo'lgan o'sha pirogni men ham bugun pishirib ko'rdim. Oldin margarin bilan shakarni yaxshilab aralashtirdim. Menda jigarrang shakar yo'q edi, oddiyni ishlatdim. 2 ta tuxum yaxshilab aralashtirib, kraxmal kartofelnidan 1 ложка, yarim ложка razrixitel soldim. 350-400 gram atrofida un ishlatdim. Qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'lar ekan. Keyin 100 gram shokolad qo'shdim, lekin menda belgiyskimi yo'qmi to'chna bilmayman. Prosta magazindan borib olgan shokoladim edi. Aylana bo'lakchalar uzib olib, ana shunaqa ichiga shokoladini solib, xohlaganlaringizcha solinglar. Keyin romashka formasida terib chiqish kerak ekan. Men choko krem ishlatdim, lekin ko'pchilik nutella bilan, oddiy plitichniy shokolad bilan qilingan videolarni ham ko'rdim. Ustiga yana ham shokoladni bo'lsin deb yana shokolad sepib 25 minutga duxovkaga qo'ydim. Qizlar shunaqangi to'yimli, shunaqangi shirin chiqarkan, slishkom shokoladni bo'lar ekan, juda ham shokoladni. 2 qoshiq yegandan keyin bo'ldi deyar ekansiz, boshqa ketmas ekan. Keyin ovsinim bilan chaqirib mehmon qildim. Issiqqina choy bilan ovqatdan keyin desertga yedik. Qilib ko'ringlar, maslahat beraman.